Kim aytgani bo'ladi? Allohda aytgani bo'ladi. Qalbingizni Allohga bog'langanligi, doimiy suratda bog'lanib turishligi tavfiqning belgisi. Ma sha'allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi. Alloh taolo nimani xolamagan bo'lsa, shu narsa bo'lmadi. Alaysallohu bikafin abda. Alloh taolo so'rayapti. Axir Alloh taolo bandasi uchun o'zi kifoya emasmi? Men o'zim kifoya qilmaymanmi senga bandam deyapti. Parvardigor o'zing kifoya qilasan. Hasbiyallohu va ni'mal vakil deb turib xotirjam bo'ldingizmi? Demak, tavfiq bor sizda. Ibrohim alayhisalomni o'tga uloqtirishdi. Havoda uchib ketyapti. 2 sekundda, 1 sekundda tushadi. Shu fursatda ichida Jabroil alayhisalom kelib, "Alaka haja ya Ibrohim, menga bir hojatingiz yo'qmi? Qalb ko'ryapsizmi Alloh bilan ovora bo'lganligi? Sizgami?" deyapti. "Sizga hojatim yo'q. Robbimga hojatim bor, ammo Robbimga aytishni hojati yo'q." Nima dedi Alloh taolo? "Ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim." Hech kim o'ylamagan edi bunaqa yechimni. Mushkulani bunday hal bo'lishini birov o'ylamagan edi. Ibrohim alayhisalom o'tga tushdi. Olov ham sovuq, ham salomat bo'ldi.